Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Parandachiz kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa fevral oyida olgan ovozlarimiz o'ta go'zal holatda qoldi. Mana 12 ta ovoz oldik, 12 ta ovoz oldi. Ularning hammasini qo'yib olib aytamiz. Holatlari o'ta go'zal, o'ta go'zal o'zgaryapti. O'ta yaxshi holatlari, o'ta go'zal ovozlar bo'lyapti. Sababi akalar, buni qilishimizning sababi ozgina joydan shu joyimizni jo'ja qilib tashlab, boqib foydasiga sekin yig'ib fevral oyida o'tgan yilgi foydamizga shu 12 ta novvochani olib qo'yganmiz. Hozir novvochalarimiz o'ta go'zal holatda, chiroyli holatda katta bo'lyapti. Shu gazon qilib qo'yganmiz, chunki yaxshiroq o'zgaradigan bo'zoygan hisobiga. Hozir bo'zoylarimiz qani yemlanayotgan holatga o'xshab ketgan. Bo'zoylarga bitta baho berib bersa, qanaqa holatda kelganini o'zingizlar bilasizlar. Lekin hozirgi holatlari vahshiy go'zal holatda. Bozorda bilmayman, anchadan beri bozorga chiqqanim, deyarli fevraldan beri umuman bozorga chiqqanim yo'q. Fevraldan beri umuman bozorga chiqmaganman, shuning uchun narxlarini bilmayman. Ular sotilmaydi, xohlasa buni kuzgacha, yana yilga yo'q, mana shu yil oxirigacha boqish niyat, boqib turib qancha foyda qildik, nima qildik. Shu narsalarni sizlarga yoritib ketamiz. Oddiygina kichkina joyimizdan Buruli yoki Andijon qilib hujjatini boqib, yaxshi foyda qilib mana shu holatga yetib kelgan. Biz amaliga sekin asta boshlaganmiz. Hozir mana shu yerga 20 ta chiqarib olsak, yaxshi bo'ladi holatda. Sharoitimiz unaqa zo'r emas. Lekin yaxshi holatda raqib chiroyli bo'lib qarab, shunaqa qilib baho beribmiz. O'zgarayotgan bo'lsa, aka o'zgarayotgan. Ishingiz omadini bersin, zo'r ketyapti ekan aka. Deb qo'yishlar, xudo xolasa bizga jichchosa ham motivatsiya bo'ladi. Oddiygina biznesdan boshlangan biznesimiz hozir o'rtacha 200 millionga qadar turibdi. O'rtacha 200 million mol bor bu yerda. Hozir video oxirigacha ko'rsanglar, nimaning orqasidan kelgan, shulardan video olib ketamiz. Biz uyga kelgan akalar aytadiki, hamma narsadan bor ekanda, qo'y, mol, hammasidan bor. Shuning uchun 2-3 ta qo'y, 3 ta sog'lomlar, 2 ta qo'chqar bor. Qo'chqarimiz yaxshi holatda, sog'lomlardan o'ta yaxshi holatda. Bu nasllar 2 tadan qo'ygan qo'ylarning uchun olib qo'yganmiz. Misol, qo'ysangiz, sal bo'lsa ham yuzga daromad kelib turadi. Aqlli qo'yga o'sha molga olib yurmaysizlar. Olasidan bittasini so'yasiz, 1 yil yetadi. Qo'yinki biz uyga 4 oy yetadi. Qo'y 30 kilo, 35 kilo olib so'yib olamiz. Chiqarib bolalarni. Onalar turaveradi. Daromad uyda kichkina daromad. Bu daromadlarga yetayotgan hozir Andijon qora to'g'rilar keladi. Bu to'g'rilarning sotiladi, narxlari 170 ming so'm. 22 ta yoki 23 ta to'g'rimiz qolgan. Shular ham sotiladi. Narxlari 170 ming so'm. Manzilimiz Andijon Asaka. Hozir bularni bolalarni yuritamiz. To'g'rimizni ancha xonamizga kirib kelyapmiz. Bu yerda xohlasa 2800 jo'jamiz bor. Hozirgi holatlari bularimiz 16 kunlik bo'lyapti. Bularimiz 1 oylik bo'lyapti. Bular ham sotiladi. Narxlari 35 ming so'm. Ancha-muncha 1 oylik deyotgan akalarimiz jo'jasidan, ancha kattalar. To'g'risi 35 kunlik bo'ldi jo'jalar. 1 oydan o'tib 35 kunga o'rgatib ketgan jo'jalar. Bularimiz narxlari 35 ming so'm narxlar. 50 tacha, 60 tacha, 70 tacha bor. Bularimiz soni cheklanmagan miqdorda bor ekan. 10 ming ta desek, 10 ming ta qilib beramiz, 20 ming ta desek, 20 ming ta qilib berishga aqlimiz yetadi. Eshiklari ochiq qolib ketgan hisobiga bu pastga tushib ketgan. Xonani toza saqlash uchun, oyog'imiz go'ng bo'lmasligi uchun shunaqa burun berib borganmiz. Bu yerda o'xshaydi mana har bitta idishda 120 tadan hisoblab qo'yasizlar akalar. 2800 tani yarda tuzamiz bor. Bular ham sotilar akalar. Yana aloqa chiqaverasizlar. Pastni nomer qoldiramiz. O'zbekiston 12 ta viloyatiga mashhur Andijon qo'shnilarimiz pochtaga chiqarib olishga chiroyli holatga yetib olishiga garantiya beramiz. Jo'jalarimiz narxlariga keladigan bo'lsa, akalar mana jo'jani holatiga bitta baho berib bersizlar, o'zingizlar uchun. 16 kilo jo'jalar. Sotqa-sog'lom, mana mahallaga kelyapti-yu, 15 ming kelyapti-yu, 12 ming kelyapti degan narsa yo'q edi. Kelib 16 kilo, bu mahallasiga borayotgan jo'jalar 10 kilo jo'jalar bo'ladi akalar. Kichkina, mayda-mayda bo'ladi. Ularimiz akalar o'limdan chiqib chiroyli holatda o'qigan yo'g'ri jo'jalarimiz bo'ladi. Buning uchun bitta bilib qo'ysangiz, mana holatini qarang. Birovlar unchalik bilimdan jo'jalar qo'rqmasin deb men yoniga bormayapman. Sababi jo'jaga noqonuniy to'ldirmaslik uchun, stressga tushmaslik uchun borolmayapman. Kimga zarar bo'lsa, akalar bulardan sotiladi. Narxlari 16 ming so'mdan. O'ta go'zal narxlarda, optim narxlarda Parandachiz kanalida maxsus bo'ladi akalar. Shu biznes qilib, shu orqadagi yilida 200 million atrofidagi molni qo'yib olganmiz akalar. Bemalol sizlar ham shunaqa broder qilib yoki kichkinaroq joy qilib shu tovuq biznesi bilan shug'ullanib, 7 xazinani biri bo'ladi. Shug'ullansanglar, xudo xolasa mana shu natijalarga erishasizlar. Men 32 yoshdaman. 32 yoshda bemalol mana shu biznesda, oilaviy biznes yurgizib turibman. Xudo xolasa Allohning qudrati bilan
Sizlarga ham tavsiya beraman, hech kimni aldamasdan chiroyli qilib boqib o'zingizga samimiy aldasangiz o'zingiz aldaysiz akalar. Shuning uchun hech kimga hech qanaqa aldov, yolg'on gapirmasdan chiroyli qilib sotsanglar, chiroyli qilib boqsanglar, bizdan olib boqib sotib bersanglar, sotsanglar ham bo'laveradi. O'zimiz sotgan joydan o'zimiz qaytarib olaveramiz. 1 oylikka bersanglar. Chunki bizda har doim doimo bor 1 oylikka. Shu katta jo'jalarimizga ham bitta akamizga berganmiz. 100 olganini 90 ta qaytarib oldik. Chunki qolganini o'ldiryaptimi, nechagadir olibmi. Ular shunaqa holat bo'lgan. Aytib o'tganimizdek bular narxlar akalar 35 ming so'mdan qilib beramiz. Holatlari o'ta sog'lom. Xo'razmakorlar chista ajrab qo'ygan, xo'razmakorlar bilinib qolgan. Ularimiz akalar 16 ming so'mdan. Soni 2800 dan atrofida akalar. Kimga zarur bo'lsa pastki nomerlarga aloqa qilinglar. Manzilimiz Andijon va Kasaka tumani, Yuqori Bo'z, Navbahor 23-uy. Sizlar bilan kanal admini Parandak kanalining admini Muhammad Ayub bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizga bitta qo'llab-quvvatlab, bittadan like tugmachasini bosib, Andijon Qoraqo'rg'onni jo'jasini istab yurgan akalarimizga, ukalarimizga, opa-singillarimiz video tarqatib tashlashga umid etamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.